Ichak shunchaki ovqat hazm qilish a'zosi emas. U taxminan 70% immunitet tizimi hujayralaridan iborat. Shuning uchun uning holati butun organizmning himoyasiga bevosita ta'sir qiladi. Ichak organizmning ikkinchi miyasi hamdir. Ichak devorlarida 500 millionga yaqin neyronlar joylashgan va markaziy nerv tizimi bilan bevosita bog'langan. Ushbu bog'lanish ichak miya o'qi deb ataladi. Ichak va bosh miya sayyor nerv orqali bog'langan. Bu to'g'ridan-to'g'ri telefon liniyasiga o'xshaydi. Ular doimiy ravishda xabar almashadilar. Miya ichakka nima qilish kerakligi haqida buyruq beradi. Ichak esa miyaga o'z holati haqida xabar beradi. Bu kommunikatsiyada asosiy rolni mikrobiota, ya'ni 100 trillion foydali bakteriyalar o'ynaydi. Ular ichak devoridagi nerv uchlarini, shu jumladan sayyor nerv uchlarini ham tinchlantirish, ham qo'zg'atish xususiyatiga ega bo'lgan moddalarni ishlab chiqaradi. Zaryadlangan mikro va nanoplastik ichak mikrobiotasining muvozanatini buzadi. Foydali mikroorganizmlar nobud bo'ladi. Patogen mikroorganizmlar esa faol ravishda ko'payishni boshlaydi. Bu sodir bo'lganda ichak va miya o'rtasidagi aloqa buziladi. Nanoplastik ichakka tushganda yemiruvchi jarayonlarning uzluksiz zanjirini harakatga keltiradi. Ichakda boshlangan shikastlanishlar butun organizmda tizimli buzilishlarga olib keladi. Ovqat hazm qilish, immunitet, asab va endokrin tizimlar zarar ko'radi. Bu organizmning qarishini tezlashtiradi va quyidagi og'ir kasalliklar xavfini oshiradi. Ta'sirlangan ichak sindromi, oshqozon ichak traktining yallig'lanish kasalliklari, allergiya, autoimmun kasalliklar, depressiya, xavotirli va kognitiv buzilishlar, semizlik, qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, neyrodegenerativ kasalliklar, masalan Alsgeymer va Parkinson kasalliklari. Utrechtdagi universitetning tibbiyot markazi tadqiqotchilari nanoplastik ta'sirga uchragan immun hujayralari 3 barobar tezroq nobud bo'lishini aniqladilar. Immunitet hujayralarining bunday tezlashgan o'limi immunitet tizimini sezilarli darajada zaiflashtirib, organizmning infeksiyalarga qarshi kurashish qobiliyatini pasaytiradi. Bu esa butun tana bo'ylab yallig'lanish reaksiyalarining tarqalishiga sabab bo'ladi. Xitoyning Zhengzhou universiteti va Henan saraton shifoxonasi olimlari nanoplastik hatto qon va immunitet hujayralari paydo bo'ladigan va yetiladigan suyak iligi va timusga ham kirishini aniqladilar. Suyak iligi bir vaqtning o'zida ikkita asosiy vazifani bajaradi. Bir tomondan bu qon ishlab chiqarish fabrikasi. Bu yerda eritrotsitlar, leykositlar va trombotsitlar hosil bo'ladi. Boshqa tomondan suyak iligining o'zak hujayralari suyaklar, tog'aylar, mushaklar va yog' to'qimalarining qayta tiklanishida qatnashadi. Nanoplastikning o'zak hujayralariga ta'siri tiklanish asosiga zarar yetkazilishini anglatadi. Birinchidan, qon ishlab chiqarilishi yomonlashadi. Eritrotsitlar yetishmasligi tufayli kamqonlik rivojlanishi, leykositlar soni kamayishi sababli immunitet pasayishi, trombotsitlar tanqisligi tufayli qon ketish xavfi ortishi mumkin. Ikkinchidan, suyak to'qimasi hujayralarining zararlanishi suyaklarni mo'rtroq qiladi. Bu esa sinish xavfini oshiradi va ularning tiklanishini sekinlashtiradi. Nanoplastik nafaqat immunitet tizimini buzadi, balki elektrostatik zaryad hisobiga patogenlarning ko'payishi va chidamliligi uchun sharoit yaratadi. Illinois universiteti tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, musbat zaryadlangan nanoplastik zarralari Escherichia coli kabi ichak bakteriyalarida fiziologik stressni kuchaytiradi va ularni yanada tajovuzkor qiladi. Bu yerda elektrostatik zaryad asosiy rol o'ynaydi. Aynan u mikroorganizmlarning patogenligini oshiradi. Shu bilan birga, elektrostatik zaryadga ega bo'lmagan nanozarrachalar bakteriyalarda fiziologik stressni keltirib chiqarmagan va ularning inson uchun xavfi oshmagan. Tajriba shuni ko'rsatdiki, mikroplastik, ayniqsa polisterol, viruslarning 98,6% gacha adsorpsiya qilish qobiliyatiga ega bo'lib, ularning tanadan tashqaridagi hayotini 7 kungacha uzaytiradi. Odatda quyosh yoki kislorod ta'sirida bir necha soat ichida halok bo'ladigan viruslar plastik tutqichlar, butilkalar, eshik tutqichlari yuzasiga o'tirib, 2 kundan 7 kungacha o'z hayotchanligini saqlab qoladi. Infeksiya yuqtirgan odamning bir aksi urishida havoga 200 milliongacha virus zarralari otilib chiqadi. Ular xonadagi istalgan plastik yuzaga o'tirishi yoki havo va suvdagi nanoplastik zarralari bilan birikishi mumkin.
Mikroplastik ushbu infeksiyani tarqatuvchi havo-suv taksisiga aylanadi. Mikro va nanoplastik zarrachalari qon oqimiga tushganda, ularni tezda qon plazmasidagi oqsillar o'rab oladi va birgalikda biologik tojni hosil qiladi. Immun tizimi ushbu biologik tojni begona emas, balki o'zinikidek qabul qilib, u bilan kurashmaydi. Antibiotiklarga chidamlilik. ikki ming o'n to'qqizinchi yilda mikroblarga qarshi dorilarga chidamlilik 1 milliondan ortiq odamning o'limiga bevosita sabab bo'ldi. Va yana deyarli 5 million kishi yondosh asoratlar tufayli vafot etdi. 2025-yilgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, plastik bakteriyalarning antibiotiklarga chidamliligini oshirishga yordam beradi. Bu esa tibbiyot hal qila olmaydigan inqirozni keltirib chiqaradi. Nima uchun? Chunki plastik bakteriyalar uchun ideal platformadir. Plastik yuzasida ular osongina bioplonkalarni hosil qiladi. Bu bakteriyalarni qurib qolishdan, quyosh nuridan, immunitet tizimining hujumlaridan va eng muhimi, antibiotiklar ta'siridan himoya qiladigan zich himoya qatlamini tashkil etadi. Viruslar singari, bakteriyalar ham plastikda boshqa materiallarga qaraganda uzoqroq, ba'zan 3 kun yoki undan ko'proq yashashi mumkin. Bularning barchasi mikroplastikni atrof muhitda, suvda, tuproqda, oziq-ovqat mahsulotlarida xavfli mikroblarning tarqalishiga yordam beradigan omilga aylantiradi. Kimyo va suv mikrobiologiyasi fanlari doktori, Boliviyaning San-Pablo Katolik universiteti aniq fanlar va muhandislik markazi tadqiqotchisi Paul de Abzakning ta'kidlashicha, mikroplastikda bioplonkalar mavjudligi uni yanada xavfli qiladi. Biz laboratoriyada mikroplastikning metallar va mikroorganizmlar bilan o'zaro ta'sirini o'rganamiz. Mikroplastik fizik va kimyoviy sorpsiya jarayonlari orqali metallarni o'zlashtirishi mumkinligi va bu xususiyat zarrachalar yuzasida rivojlanayotgan bakterial bioplonkalar ishtirokida kuchayishini kuzatyapmiz. Bu o'zaro ta'sirlar plastik turi va zarrachalar o'lchamiga bog'liq bo'lib, ularning elektrostatik zaryadini o'zgartiradi. Natijada mikroplastik magnit kabi o'z sirtiga tobora ko'proq ifloslantiruvchi moddalarni tortadi. Boston universiteti tadqiqotchilari laboratoriya sharoitida mikroplastik bilan aloqaga kirishganda, bakteriyalar elektron uzatish bilan bog'liq maxsus metabolizmni faollashtirishi aniqlandi. Sodda qilib aytganda, plastik zarrachalari bakteriyalar bilan elektronlarni ulashib, ular uchun o'ziga xos power bank vazifasini bajarishi mumkin. Bu jarayon tashqi elektron o'tkazish deb ataladi. U bakteriyalarni qo'shimcha energiya bilan ta'minlaydi. Bu energiya birinchidan bakteriyalarni kuchliroq qiladi. Ularga faolroq bo'linish, mutatsiyaga uchrash va antibiotiklar kira olmaydigan alohida mustahkam ko'p qavatli biopardalar hosil qilishga yordam beradi. Ikkinchidan, bu ozuqa bevosita antibiotiklarga chidamlilikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, tajriba muhitidan plastikni olib tashlaganingizdan keyin ham bakteriyalar o'zlarining yangi xususiyatlarini saqlab qoladi. Ular mutatsiyaga uchraydi, chidamliroq bo'ladi va plastik ozuqasiz ham boshqa har qanday yuzalarda mustahkam bioplonkalar hosil qilishni davom ettiradi. Demak, plastik dorilarga chidamli bo'lgan superbakteriyalarning paydo bo'lishi va tarqalishini tezlashtirishi mumkin. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining hisob-kitoblariga ko'ra, 2050-yilga kelib antibiotiklarga chidamli infeksiyalar har yili 10 milliongacha insonning umriga zomin bo'ladi. Shu bilan birga, yangi dori vositalari bakteriyalarning evolyutsiyasiga nisbatan sekinroq ishlab chiqariladi. O'ylab ko'ring. Zaryadlangan mikroplastik bakteriyalarning nafaqat tirik qolishiga, balki antibiotiklarga chidamli bo'lgan superbakteriyalarga aylanishiga ham yordam beradi. Bu kashfiyot plastik ifloslanishga bo'lgan qarashimizni o'zgartiryapti. Chunki endi bu muammo biz ilgari o'ylaganimizdan ancha jiddiyroq ekanligini anglab yetyapmiz. Yil sayin antibiotiklarga chidamlilik muammosi tobora keskinlashib boryapti. Ko'pgina mamlakatlarda allaqachon standart dorilar ishlamaydigan va hatto oddiy infeksiyalarni davolash qiyin bo'lgan holatlar qayd etilyapti. Agar bu davom etaversa, bir kun kelib antibiotiklar foydasiz bo'lib qolishi mumkin.